Do'stlar, sizlarga bitta qulay taklifimiz bor. Xullas, sizda kichikroq hovlingiz bormi, yeringiz bormi, mashinangiz bormi, uni sotib novostroykadan uy olaman deganlarga qulay taklifimiz bor. Xullas, yangi novostroykadan 2 xonali, 2-qavatda joylashgan 90 kvadratli uyimizni, xullas siz barter hisobida yeringiz bo'ladimi, hovlingiz bo'ladimi, uchastkangiz bo'ladimi, shunga kelishib berib yuboriladi. Bunda birgalikda ko'ramiz. Kirish xodimiz ko'rib turibsizlar. Kirishdan chap qo'l tarafimizda mana kuxnyasi bo'ladi. Do'stlarimizni kuxnyada konturli xatyorlari bor. Bu yerda esa sanuzeli bor, yuvinish xonalari bitta bo'ladi. Do'stlarimizni bu spalniyamiz bo'ladi. Bu esa koridorni, do'stlarimizning koridoridan bu ikkinchi xonamiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, zalimiz hisoblanadi. Manziliga keladigan bo'lsak, manzili davlat xizmatlarining ro'parasida joylashgan yangi novostroyka uyimiz, 2 xonali, 2-qavatda joylashgan 90 kvadratli uyimiz, 1 kvadrat metri 5 million 500 ming so'mdan qilib beriladi. Sizda mashina bo'ladimi, hovli bo'ladimi, yer bo'ladimi, barter hisobida ham olinadi. Albatta, sizga qanaqa uylar yoqadi, kommentariyada fikringizni bildirib keting. Biz o'shanaqa uylarni qidirishga harakat qilamiz.